Keling, Luqo 16-bobning 19-oyatiga murojaat qilaylik. Bir boy odam bor ekan. U qimmatbaho liboslar kiyib yurar, har kuni dabdabali hayot kechirar ekan. Boyning darvozasi oldida butun badaniga yara toshgan Lazar ismli bir qashshoq gadoy yotar ekan. U boy dasturxonidan to'kilgan ushoqlar bilan qorin to'ydirishni orzu qilar ekan. Itlar kelib uning yaralarini yalab ketar ekan. Iso aytgan bu masalda ikki qahramon tasvirlangan. Biri bu yerda farovon hayot kechirgan boy odam, ikkinchisi esa baxtsiz hayot kechirgan Lazar. Keling, 21-oyatni o'qib chiqaylik. U boy dasturxonidan to'kilgan ushoqlar bilan qorin to'ydirishni orzu qilar ekan. Itlar kelib uning yaralarini yalab ketar ekan. Bir kuni gadoy o'lib qolibdi. Farishtalar uni Ibrohimning yoniga olib ketibdilar. Keyin boy ham o'lib dafn qilinibdi. Jahannamda azob chekayotgan boy boshini ko'tarib, uzoqda Ibrohimni va uning yonidagi Lazarni ko'ribdi. Bu masal orqali Iso bizga bu yer yuzidagi ikki qahramonning qarama-qarshi hayotlarini ko'rsatadi. Bu ularni olimdan keyin qarama-qarshi dunyolarga olib bordi. Boy odam va Lazarning hayoti orqali Xudo jannat va dozaxning bir-biridan qanchalik keskin farq qilishini aniq ajratmaydimi? Keling, 23-oyatni davom ettiramiz. Jahannamda azob chekayotgan boy boshini ko'tarib, uzoqda Ibrohimni va uning yonidagi Lazarni ko'ribdi. So'ng shunday deb faryod qilibdi: "Ey Ibrohim ota, menga rahm qilib Lazarni yuboring. U barmog'ining uchini suvga botirib, tilimga tomizsin. Bu alanga ichida azob chekyapman." Ibrohim unga shunday deb javob beribdi: "Unutma, o'g'lim, sen hayotligingda hamma yaxshi narsalaringni olib bo'lding. Lazar esa faqat yomonlik ko'rdi. Endi u bu yerda tasalli topyapti, sen bo'lsang azob chekyapsan. Bundan tashqari sen bilan bizning oramizda tubsiz jarlik bor. Bu yerdan siz tomonga o'tmoqchi bo'lganlar o'ta olmaydilar va u yerdan biz tomonga ham o'tmaydilar." Shunda boy aytibdi: "Unday bo'lsa, ey ota, sizdan o'tinib so'rayman, Lazarni otamning uyiga yuboring." Boy odam olimni hayotning tugashi deb o'ylardi. U hech qachon olimni ruhiy dunyoda yangi hayotning boshlanishi deb tasavvur qilmagan edi. Biroq boy odam vafot etganidan so'ng, u hayoti davomida azob chekkan Lazarni Xudoning qo'lida tasalli topganini ko'rdi. Holbuki uning o'zi dozaxda har kuni azobda edi. Boy odam Xudoga yolvordi: "Lazarni oilamga yuborib, ularga oxirat hayotini ochib bera olasizmi? Toki ular ham bu azobli joyga kelmasin." 25-oyatda uning Xudodan rahm so'rayotganini ko'ra olmaymizmi? Ibrohim unga shunday deb javob beribdi: "Unutma, o'g'lim, sen hayotligingda hamma yaxshi narsalaringni olib bo'lding. Lazar esa faqat yomonlik ko'rdi. Endi u bu yerda tasalli topyapti, sen bo'lsang azob chekyapsan. Bundan tashqari sen bilan bizning oramizda tubsiz jarlik bor. Bu yerdan siz tomonga o'tmoqchi bo'lganlar o'ta olmaydilar va u yerdan biz tomonga ham o'tmaydilar." Shunda boy aytibdi: "Unday bo'lsa, ey ota, sizdan o'tinib so'rayman, Lazarni otamning uyiga yuboring. Mening 5 ta ukam bor. Ular ham bu azobli joyga kelmasliklari uchun ularni ogohlantirib qo'ysin. Bu yer yuzidagi odamlar bu hayotdan keyin ularni kutayotgan dunyo haqida hech qanday tasavvurga ega emaslar. Ular hozirgi hayotlari ularni jannatga yoki dozaxga yetaklayotganini bilishmaydi. Taqdirlarini bilmasdan ular maqsadsiz yashayotgan bu ko'rinadigan va jismoniy dunyodan qoniqishadi. Biroq haqiqat shundaki, jannat va dozax ruhiy dunyoda albatta mavjud. Biz hozir yashayotgan jismoniy dunyoda esa buni ko'rmaymiz. Ruhiy dunyo ko'rinmasdir. Shuning uchun boy odam bu dunyoda yashab, qanday qilib faqat o'zim uchun foydali hayot kechirishim mumkin deb o'ylardi. Bu boy odamning yer yuzida yashagan davridagi fikrlash tarzi edi. Lazarniki esa boshqacha edi. U yer yuzida azob-uqubatlarga to'la vaqtinchalik hayot kechirgan bo'lsa-da, uning maqsadi har doim jannatga kirish edi. Natijada u oxir-oqibat jannatga kirdi. Ammo boy odam hayoti davomida jannatni e'tiborsiz qoldirgani uchun dozaxga tushdi.
Shunday qilib, boy odam hali dozaxga tushmagan birodarlarning oxiratni anglab va tushunib, jannatga borishini chin dildan xohladi. U olim ongi kelganda juda kech bo'lishini angladi, to'g'rimi? Tavba qilish yoki xatti-harakatlarni o'zgartirish uchun endi vaqt bo'lmaydi. Yer yuziga qaytib, Xudoning barcha qonunlari, farmonlari va amrlariga bo'ysunib, jannatga kirish imkonini beradigan to'g'ri iymon bilan yashash uchun yana bir imkoniyat bo'ladimi? Yo'q, bo'lmaydi va bo'lishi ham mumkin emas. Shuning uchun boy odam juda afsusda va umidsiz. Keling, 27-oyatni qayta o'qiymiz. Shunda boy aytibdi: "Unday bo'lsa, ey ota, sizdan o'tinib so'rayman, Lazarni otamning uyiga yuboring. Mening 5 ta ukam bor. Ular ham bu azobli joyga kelmasliklari uchun ularni ogohlantirib qo'ysin." Ibrohim javob beribdi: "Ularda Musoning va payg'ambarlarning bitiklari bor, ku o'shalarga quloq solishsin." Boy esa: "Yo'q, Ibrohim ota, ular quloq solmaydilar. Ammo o'liklardan biri ularning oldiga borsa, o'shanda tavba qiladilar", debdi. 31-oyatda shunday deyiladi. Ibrohim shunday debdi: "Agar Muso va boshqa payg'ambarlarning so'zlariga quloq solmagan bo'lsalar, o'liklardan biri tirilib borsa ham ishonmaydilar." Xudo Musoga va payg'ambarlarga osmon shohligiga kirish yo'lini o'rgatdi. Agar biz Muso va payg'ambarlarga quloq solib, ularning va'zlariga to'g'ri amal qilsak, bu bunday ta'limotlarni qabul qilsak, osmon shohligiga ham kiramiz degani emasmi? Iso Masih bu yerga kelganida u shunday dedi: "Men yo'ldirman. Men seni jannatga olib borish uchun keldim." Xudo Ogil davrida tanada kelgani kabi, muqaddas ruh davrida ham samoviy onamiz bu yerda bizning oramizda yashab, farzandlarni to'g'ri yo'ldan yurishga yo'naltirmoqda, shunday emasmi? Shuning uchun biz uning olib borgan yo'lidan sodiqlik bilan yurishimiz va to'g'ri iymon hayotini kechirishimiz kerak. Katta rahmat.